Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Jazir YouTuber kanalida Free Fire. Bugun sizlar bilan ultimatum o'ynaymiz. Qanday darajaga biz erishdik. Lekin sizlardan o'zda bilmasanglar, конечно же, bu qiyin. Fast Play degan приложениyaga qilsanglar, bu yerdan har holdagi любой играga download qila olasizlar. Uchta chiziqchani bosib va uni uchinchisiga kirasizlar. Xohlasanglar Google'dan Free Fire yozsanglar, o'zingiz chiqarib beradi. Keyin buni pastiga va kubkasini erasizlar. Sizlarga Snagli YouTube haqida chiqarib beradi. Ashundan bossanglar, sizlarga xohlagan almazinglarni bosib essanglar bo'ladi. Esinglardan chiqmasin. Bu eng zo'r приложение. Bu bilan almazinglarni ko'paytirib olsanglar bo'ladi. Mana hozir tezroq buni qabul qilinglar. Bo'lmasam xo'sh do'stlar, sizlar bilan endi start yozamiz. Xo'sh, biz igraga ham kirib oldik. To'yda men bitta odamni ko'rib qoldim, qimirlamadi va men u odamga mehrim kelib, o'zim o'ldirmoqchi bo'ldim. Ha, to'g'ri, men buni o'ldirmayman. Undan ko'ra rahmim keldi. Uning uchun do'stlar, o'zimizni o'ldirib qo'yishimiz kerak. Buni stenka bilan yopib qo'yamiz. Chunki zashitani ichida turish kerak. Chaqatyapti. Ana shunday. Endi uni ustidan irg'ib o'zimiz chiqib, mana zonaga ketamiz. Stop, u chiqib ketdi. Wow, bizga yutqazmoqchi bo'ldi.